Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetlik körülmeler. Vaka ve Mülahize programımızdan 44. saniyı görüşünlerini karşılamız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli körülmelerimiz uzundan buyan elbette bu programımızı görüp duruyatkan körülmelerimiz yaxşı bilidi. Her daim gün tertipteki en muhim meselelerini, şu sahanın mütehassislerini, alimlerini, tədqiqatçılarını teklif kılıp mülahize şekilde söhbet ötküzüp kilovatımız. Bugün tünügün elanımızda belgendek nayeti muhim bir tema elbette bizlerimi dikkat kılıvatkan, dünyamı dikkat kılıvatkan bir tema. Xitayning kun siri dunyoga xo'ja bo'lish uchun, dunyoga hukmronlik qilaman deb dunyoda o'zining kuchini ko'rsatish uchun tirishayotgan bir mezgilda bo'libmi shu Singapurda yaqinda o'tkazilgan 20. navbatlik Shangri-La dialog söhbətində Xitay Müdafiə Ministri Li Shangfu'ningki sözlərini asas qılgan şəkildə bilən uyada qılgan dunyoga qılgan sözü xitabi Xitay dunyoga jang e'lon qilmoqchimi degan temani bugun bu atrofda suhbatlashganligimizni e'lon qilgandik. Bugungi programmamizda aziz mehmonlarimiz tanishib bo'lgan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligininki Yevropa tashqi ishlar mas'uli Nijat Turg'un efendim taklif qildik. Shvetsiyadan qatnashyapti. Programmamizga qatnashganlik uchun ko'p rahmat aytamiz albatta. Sayın ko'p rahmat. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda bevosita programmamizni boshlab ketsak 15 minutdan ko'proq kechikib qoldik, kechirim so'raymiz. Hurmatli Nijat efendim, yuqorida men deb o'tgandek bugungi asosli temamiz Xitoy Mudofaa Davlat Mudofaa Ministrininki bu Li Shangfu'ningki so'zlari asosida buni bir analiz qilib boqaylik deb sizni taklif qildik. Aldı bilan sizningki umumiy jihatdan men parcha so'rashdan burun umumiy jihatdanki bu Xitoyninki xitobiy so'zlarini qandaq analiz qildingiz, qandaq ko'rdingiz? Müşahit fikirinize baksak. Xitayning bu Müdafiə Ministri bu qıtımki yığınğa bu Asiyada ötküzüldüğün ama dünyanın arkaç şeylerden devlet erbaplarıymış müdafiə hərbiyliyine münasibetlik xadimlarını çağırıp kilovatkan bir xavfsizlik yığını. Ama Asiyadaki kıtasına nispeten en çok. Asiyadaki yüzün karma dünyanın başka yerlerinde bununla münasibetlik xadimlar devlet erbapları katmışıdı. Bu Xitayning Müdafiə Ministrininki asasi degan o'ttir qo'ygan nuqtasi bu Xi Jinping o'ttir qo'ygan Xitoy yer shari xarakterlik xavfsizlik tashabbusi deydi. Buni Xitoyninki büyük nima bo'lishiga ayni butun insoniyatning taqdirini o'rtaq belgilaymiz deydigan bir cho'ng nomdagi yangi dunyo tartibining ismini qo'ygan bir nima bor. Buning aslida birisi taraqqiyot Xitay yer shari xarakterlik taraqqiyot tashabbusi, yana birisi Xitoy yer shari xarakterlik xavfsizlik tashabbusi deb buni hem iqtisodiy tijoratga bir tarafini hem bir tarafini xavfsizlik ve askeri jihatdagi taraqqiyotlarga bog'laqliq buni ikki nimaga bir daraxtning ikki shaxtasiga bog'lab nima qilaylik. Endi bu Xitoy Mudofaa Ministri bu yerda buni asos qo'yganda bir nurg'un nuqtalarni o'tirib qo'ydi. Men bir muncha nuqtalardan tilga nuqta qoldirib olgan yerlerim bor. Mesela bir yerde bu Xitayning degan nimasida bu yerda qarasak Xitoy tinchlikni va muqimlikni buzmaydi. Har bir davlatningki o'zining egilik huquqiga hurmat qiladi deydi va andan keyin hegemonik kuchlarningki jahongir davlatlarningki nimasiga ularning chiqaradigan qalayimqanchiligiga qarshi turadi deydi. Ular Cihangir devletler özü çıkıp yani ki mukumsuzluk, xavfsizlikini ve mukumlukını buzudu. Bu da Amerika'nı bir yerden nişanga köstüp Amerika'nı özü bir Cihangir devlet buluş sıfatı bilen dünyanın tertibini, xavfsizlikini buzuvatıdı. Biz olsak onda qamaz. Biz Xitay devleti buluş sıfatımızdan manasılarga, tinchlikqa ve mukumlukqa biz hürmet kılımız. Birinci noktada bunu koydu hem de. Anki ikinci nimede bir yerde
qonunninki va adolatninki nima qilinishi, ijro qilinishini dedi bu. Andan keyin davlatlarninki ichki ishlariga, o'zaro ichki ishlariga hech qanday bir kuch, uchinchi bir davlat aralashmaydi deyapti. Andan keyin Xitoy ko'p qutblashgan, hamma taraf o'zaro foydalanadigan bir hal qilish chorasini nima qildi deydi, praktik qildi deydi. Xo'sh. Bu yerda deyotgani ko'p qutblashgan demak cho'g'inda albatta dunyo ko'p qutblashga qarab ketyotdi. Ama G'arb deyotgan ko'p qutblashish bilan Xitoyning deyotgan ko'p qutblashishda farq bor. Chunki G'arb kuchlarning o'rtaq barobar mundaq ko'p qutblashish, G'arbni markaz qanolatkin degan bilan Xitoy va Rossiya bu ko'p qutblashish degan nom bilan yangi dunyo tartibini yaratishga tirishyapti masalan. Buning misolini ko'ryapmiz. Buningda Xitoyning boshlig'i bilan Rossiya boshlig'i ikki ko'rishganda 100 yıldan buyon kelmagan bir dunyo tartibini o'zgartirgan bir omadning fursatning bo'layotganligi buni deyotdi masalan. Har bir harakatlarda shu bayroqni ko'tarib turib, bugungi dunyo sistemasida yetakchi rolni, jahongir davlat rolini o'ynayotgan G'arbga va G'arb boshlig'idagi davlatlarga maydon o'qiyotgan bir narsa bu. Albatta bu yerda qonunga nima qilish deydi, adolat nima qilish deydi, bularniki amaliyotda Xitoymi bu narsani bo'lmaydigan bo'ldi, ammo qarshi taraf buni to'liq o'rinlamag'achqa bular biz bundaq adolatni olib kelamiz, haqliqni olib kelamiz, hamma taraf barobar bo'ladi. Hech kimning ishiga aralashmaydi. Biz G'arb davlatlari sizlarnikiga kirgandek, 3-chi dunyoda janubdagi davlatlarga beryapti, taraqqiy qilayotgan davlatlarga bir mesaj beryapti bu yerda. Biz sizlarniki ichki ishinglarga aralashmaymiz, bexatarlikka aralashmaymiz. Biz o'rtaq mavjud bo'lamiz. Ko'p qutblashgan dunyo tartibi yaratamiz. Bu yerda sizlarning so'z haqqinglar bo'ladi. Ve biz birlikte güçlük bulunmayız deydiğen bunda bir terakki kılımız güçlük bulunmayız degan ma'ni deyish orqali Amerika'nın bu ötküzüp gelgen hatalıklarını yüzge seriş bilen özünün o'rnini tiklabotdi. Bu yerda için. Ana keyin yeni bir yerda Xitoyning deganda biz ziddiyatlarni deydi. Ziddiyat ve to'qinishlarning nimasini maslahat qilish va o'zaro ishonch bilan yo'qitimiz deydi. Herkes o'tning ustiga yağ deydi bu yerda. Bir yerda yeni G'arb davlatlarini demoqchi bu ko'p qitim masalan mayli o'rta sharqdagi bo'lgan davlatlar o'rtasidagi masalalarda bo'lsin, mayli nimadagi bugungi Rossiya Ukrainaga besib olgan urushda bo'lsin, nurg'un qatimda Xitoy bu yerga fikr bildirishdan burun ba'zi davlatlar, ba'zi jahongir davlatlar yoki ba'zi G'arb davlatlari bu narsaga o'tning ustiga yog' chechiyotdi. Bu davlatlarning ichki ishiga aralashmaslik kerak deb buni jiq deb kelayotgan mishadimi yana deyish orqali G'arb dunyosiga, Amerika boshliq G'arb dunyosiga bir sen bunday qilsa, ammo biz boshqa bir xil buni maslahat bilan, kengashish bilan, tinchlik bilan, suhbat bilan hal qilamiz deb o'zining bir diplomatik nimasiningki ustunligini ko'rsatish bilan birga a tarafdan sizlarning qilib qolgan ishinglar yillardan buyon xalqning davlatlarining ichida ichki masala chiqqan chog'da buni texmo kengaytirish, güçlendirish bu qalayimqanchilikni debchi. Bu yerda yana bir poz beryapti nima deychi aloqa. Andan keyin NATOning bu yerdagi askariy hamkorlik qurilishi deydi. Andan keyin bu narsalarga biz hech qanday bir nima olib kelinmaydi deydi. Tinchlik yoki xotirjamlik olib kelmaydi. Bu faqatlamki jidalga olib boradi deydi. Ziddiyatga olib boradi deydi. Xo'sh. Endi NATO albatta o'ziniki albatta NATO olmadi-da, ammo NATO plus degan bir nima targ'ib qilinyapti hozir. Buningga plus deganda NATOga kirmagan, ammo NATO bilan birlikda hamkorlashib qila oladigan ba'zi davlatlar var. Mesela Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yaponiya, andan keyin yana bir necha davlatlar var. 5 davlat hozir kallam kelgani 3 Avstraliya, Yaponiya, Yangi Zelandiya, Hindistonni mi imo qiladi, ammo Hindiston bugun rad qildi demasdan 5 davlatni Shimoliy Janubiy Koreya shu 5 davlatni NATOning ichiga elish orqali NATO ichidagi istixborot almashtirish, askariy tayyorliklarni tayyorlik qilish, askariy mashqlarni birga olib berish va ilg'or texnologiyalarga bu davlatlarga setib berish yoki o'rtaqlashish. Bu orqali NATOning u rayondagi manfaatlarini bu NATO sheriklar orqali qo'g'dash deydigan bunday nimani
Amerika Kongresi'de bu narsa talışıyordu ve bu başka Hindistan'dan başka devletler bu narsaya ijobiy qarag'liq mesela. Xo'sh. Ama Hindistan bugün rad qildi, yani meselemizde özümüzün meselesi özümüz hal qilamiz. Biz NATO bilan albatta hamkorlashamiz, ama bu ishning ichiga kirmaymiz deb aşağı deb hal qildi. Endi yeni bir Xitoyning degan narsasi, Xitoy tinchlik bilan bo'ladigan taraqqiyotga, o'rtaq taraqqiyotga yaxshi bu narsani targ'ib qiladi deydi. Çünkü bu bir tinchlik bilan elib beriladigan narsa. Bu xalqaro iqtisodiy taraqqiyotning ish berish uchun nihoyat muhim deydi. Anaki Xitoy ve Sharq Janubiy Osiyodagi ASEAN deydigan bir hamkorlik var. Sharq Janubiy Osiyodagi bu 11 davlatninki. Bu davlatlar bilan eng chong tijoriy hamkorlashuvchi davlat deydi. Bu yerki Yeni İpek yolu mu? Bu yaniki taraqqiyot uchun nihoyat chong to'p qo'shadi deb özünki bu xalqaro qo'yayotgan bu xavfsizlik, xalqaro xavfsizlik, dunyoviy xavfsizlik tashabbusininki dunyoviy iqtisodiy taraqqiyot tashabbusiga asos soldiganligi, buningki muhim parchasi bo'lgan Yeni İpek yoluninki bu yerda bu ASEAN davlatlarininki iqtisodiy taraqqiyotiga gullanishga bir foydasi bo'lganligini qilib, Xitoyning bu gullanishda muhim rol o'ynaydiganligini bir imo qilish orqali yeni bu tarafdan tengining matarafiga bunda qarasak, biz Cihangir devletlerde kundak askerlerle besip verip undan yem kılıp ulanı boza kılmayımız. Yani biz sizlerin terakkiyat buluşunlarına tök kuşumuz. Biz baylıkımızı ticaret kılışarkılıp ortak güllenimizge mesajını verişle birge garip devletlerge sizler bu devletleri yıllardan bu devletten eksploatasyon kılışarkılıp her xil uruşlarını kılıp ulanın nimesini tizgirlep kelgen tığınlarda eyleğen özünün dünyaya içiliş nimesini bir köstüvatıdır bir yedim için. Anaki yine bir keyinki qadamda bunun degan gapida Xitoy xalqaro dunyoviy tinchlikning nimasini qo'g'dash uchun cho'ng to'p qo'shib keldi deydi. Tinchlik bo'lgan taraqqiyotning nimasi Xitoyningki asos qonunda bor deydi. Xitoy nurg'unlagan yerlarga davlatlarningki paraxotlarini nurg'un chet el fuqarolarini qo'g'dash uchun bu yerga qutqizish nimalarini o'vatdi va 50 mingdan ortiq tinchlik saqlash qismlari Xitoy davlatininki askarlar BDT nimsida dunyoviy tinchlik pulini saqlash uchun xizmat qilib kelyotdi deydi. Bu noktada albatta Xitoy o'zininki askariy sonining jiqligi va iqtisodiy kuchining nimasi afzalliklaridan foydalanib BDTga soladigan eng ko'p mablag' berayotgan davlatlarning biri bo'lish sifati bilan BDTninki bu yerda qilayotgan BDTning tinchlik saqlash nimasi bilan baradigan nurg'un tinchlik saqlash qismlari bor. Ama bu devletler diplomatik nimeni qilishdan ishiltidi. Xitoy bu yerga avatishning nimasi albatta bu nimaga kirish, bu sistemaning ichida harakat qilish, o'rganish bilan birga bu askarlarning bu yerda xizmat etadigan, buni qilish orqali Xitoyning yumshoq kuchini targ'ib qilib bo'ldi va shuning bilan birga jangga kirib boqmagan askarlarning ma'lum saviyada bu xil krizislarni hal qilishda belgilik tajribalarga ega qilib bo'ldi-ku bu narsa. Xo'sh. Xitoy har doim bir siyosatlarni, bir davlatlar o'rtasida munosabatlarni qo'sh so'zlik ishlatadi-ku, masalan, shaxsiy portlarni olganda bu buning askariy narsalarga ishlatishga qiladigan qilib yasayotgan, foydalanayotgan narsani ko'ryapmiz. Bu amalanga o tonuşuq bo'lib ketdi hozir. Xo'sh. 8-noktada Tayvan bo'lsa Xitoyninki eng halqiliq oliy manfaati deydi. Ulusal menfaati. Bu Xitoyninki ichki ishi deyapti. Buni qanday qilish bu Xitoyninki ishi deydi. Shun boshqa nimami? Bir Xitoy siyosatimi bir universal tonilgan bir qarash deydi, bir prinsip deyapti. Shun Tayvan Xitoyga qaytib kelish kerak deydi. Uning hech kimninki Tayvan aralarındaki etrafındaki tinchlikni, xavfsizlikni buzishga haqqi yo'q deyapti. Ve bu orqali Tayvanninki meselesinin kötülüp çıkışı Xitoyning acizligi bo'lamaydi. Bunu Xitoy o'zininki büyük Xitoyga ichilish nimasi orqali bu narsani hal qiladi deyapti. Yani bu bizning ichki meselemiz. Hech kim bunga aralashmaydi. Bu bizning oliy manfaatimiz, bizning qisilsizligimiz bu narsaga tegma deb ogohlantirish berish bilan birga bizning bir davlatdek yurayotgan bir tuproqqa, bir davlatdek faqat e'tirof qilinmagan nimasi bor bularning. Xo'sh. Shu narsaga bir o'ziga chetib olishga tirishyapti bu yerda-ku.
Bunu deyiş arkalık Zaten özünün ben de müşahede Hoş sözünü kesip ettim müşahede. Bu şu Xitay'ın yukarıda söyleyip ötkününüzdeki elbette bu yığında uzun sözlüde elbette başlık yarım saatteken mağalışımız mümkün. Devamlı halette uzun yıllardan bir şu atalmış tırnak içindeki içki işim de vatkan mesela. Meyli bizden meselemiz olsun, Tayvan meselesi olsun. Devamlı sırtın bir mesele arkanda bir devlet ya ki Amerika başkası gelip bir meseleni tilga algan hemen bu benim içki işim arlaşma diyen bu sepsetini setip keliyotu ama halkarada bazar tapamaganlığı ve enak bir mesele hem halkaralışıp boğan bir meseleni mesela bizden meselelerini Erkin Ekrem bilen nurgun qatim söhbetlerimizde bunu hiç kaçan içki işi bulamaydı o allı burun halkaralışıp boğan bir meseleni içki işim dep kutulanmaydı o dünyadan dep hem nurgun mutaxassislarım tilgalip keliyotu demdi. Bunu yani akmagan matani qayta setiş üçün nemişqa tirişidir Xitay çünkü akmaydigan bir mesele ekanligini bilip turib Tayvan meselesini shunday deb turyapti masalan. Bunun qanday qaraysam Xitay qaysi psixika bilan bunu davomli bu sapsatni satadi. Elbette bu narsalarni Xitoyning deyishi o'zininki nimasini haqliqligini bu xalqaro qonunda buni apirib birisini davlatlarni apirib jazolaydigan bir nima yo'q. Üstümüzdeylik, hem devletlerin üstüdeydigan bir hakimiyet ekimiz sakçı yok. Hem devlet özünki nimisini aşnak kılıdığı aşnak demişse deyiş arkalık özünün bir yerdeki tuprak olan aklıqını bu kanunluk neyse bu halkaranın bu içe bizdenki bir hakkımız var. Bu bizdenki tarihi hakkımız var. Bu bizdenki içki meselemiz deyiş arkalık. Eğer demegen bolsa mesela başka devlette Tayvan ayrım Xitay ayrım deyilganda oynaydigan nima Xitay bunu deyiş arkalık başka devletlerge bunun eğiz açkızmaydigan bunda bir üstünlükni payda kıldı demesin. Mesela Şarkı Türkistan meselesi aralashma bu bizning içki işimiz aralashmadıysa mevzuda hakikaten aralashmaydı bu senin içki meselelerinde pek komsi Xitayning içki meselelerinde mında boldu deb mında şekilde deydi o. Ama Xitay onu demegenkini Xitayning beshidan nem qilib ishlatadigan gapda ona qarshi. Cəmiyyətdə bu Xitayning nimasi endi özünün nəsini aslında deyiş arqalıq qoğdaş deb düşünsək болады deyil. Həm özünü bu tuproqqa bu yerə haqlıq gerçi əskeri bilə alamadı o təxi. Bir yerdə özünün haqqı var ikənligi, bir yerdə bunu tarixi nimdə Xitayning büyüyüş nimisi də bunu əlbəttə qolğa alman bir gün aldığanlığının signalını berib atıdı məsələn. Bu bizniki tarixi məcburiyyətimiz, bunu alımız, bu çuqum bizniki buludu. Tayvan tinch qilib bizga qaytib kelish kerak degandek bir siyosiy va iqtisodiy siyosiy bir bisim paydo qilyapti demasdan ham Tayvanga va atrofdagi davlatlarga qo'shni munosabatimni. Xo'sh, abay so'zingizni davomlashtiramsiz yoki men savol so'rayman? Savol nima qilaylik? Ha, bo'ldi. Hamda deganingizdek Xitayning mush o'tirg'i qo'yayotgan mushu mayli Lishanfu o'tirib qo'ygan bo'lsin, Xi Jinping o'tirib qo'ygan, masalan, ilgirki mushu 20 navbatlik mamlakatlik Xitoyninki mushu yig'indi Xi Jinping bundan keyingi siyosat Tayvan masalasini nurg'un qatimdan qattiq gap qildi. Hatto mushu Lishanfu mushu yig'indan bir 2 kun burungi dem 2-iyun yana shu Singapurda Tayvan masalasiga masalan biz tinchlik bilan qo'lga kelishini umid qilamiz, ammo lekin qo'ral ishiltish masalasini zarur topilganda qo'ral ishiltishni hargiz yiroq deb qaramaymiz degan gapni qildi hamda. Lekin g'arb masalan bugun Amerika eng boshda bo'lish bilan birga agarda harbiy shaklda bir mudohala bo'ldigan ish qilib qolsa, hujum qilib qolsa, biz hatto Amerika askari bilan qo'g'daymiz deb nurg'un qo'ral jihatdan bo'lsin hozirgacha jiddiy shaklda yordam qilyapti. Sizce hem de bugün Xitay hem de ya tinchlik bilan ya qorallar olaman deb da'vatida ham Tayvanni. Buni bugungi dunyo sistemasida buningga ruxsat qilamdi Xitoyning shunday qilishiga yoki Xitoy hech bir narsaga parvo qilmasdan Rossiya Ukrainaga kirgandek xolig'ini qildigan bir vaziyat shakllanadi sizcha? Buning qanday qaraysiz? Mençe bunu hozirgi damalliq faraz qilmoq biraz uchuq bir narsa demakdir, qachon bo'ldig'ini. Ama Xitayning oldin qitim Xi Jinping 3-qitimliq saylangandan keyin nutqiga qarasak, bu yerda Xi Jinping o'zininki Tayvanni qaytirib elishni o'zininki bir abidis qilib tiklidi deydigan bir nima bor-ku so'zi. Xo'sh. Demak, bu yerda bir Xi Jinping bu taxtda o'tirgan mezgilida Tayvanni elishni
özününki çoxum qılması bolmaydigan çoğ bir büyük bir iş deb bunu belgiledi ve şu özü nemi turgan mezgilide, hukuk turgan mezgilide bunun bir tirişip beqişi mümkün deb oylayman. Bu mening şahsen qarashim. Endi mesele qaysi xil şekilde aladı o, elbette bu siyasi ve diplomatik aletde bulunduğun bir nemini kömüdük. Çünkü bunun ihtimallığını Xitay Tayvan'daki xavfsizlik kanunlarını çıkarış ve Tayvan'ın devlet sistemlerini özgeriş arkalık ikisininki birlik kilaleydiğin noktasını mümkünçiliğini Xitay örüvetti. Xitay'ın aslında nemini batı koyduk. Hong Kong ve Macao'nun imkançağda, ağançağda ya da 50 yıllık için demokratik devlet sistemisinden saklap kaladı. Ama 20 yılımı 30 yılı bağmayla ki bu nesni bu vədisi turmayla buzvetti. Tayvan'ın mı bunda ihtimallıqda Tayvan halkı ve Tayvan hükümeti olsun bunda ihtimallıqını ki bu vücudqa çıkmaydıqanlığını tunup yetti. Hem de Tayvan tarafından mı bula tayarlıq kılıvatıdı. Özlerinin ki nemesi güçlük ve başka devletlerden yardım ediş ve bu yerge köngül buluvatkan Avrupa İttifakı'da mı nurgun devletler köpüyüvatıdı mesela. Avrupa İttifakı'nın pozisiyesi olsun. Bu Tayvan meselesindeki tutkan pozisiyesi Xitay-Avrupa münasebetlerini belgileydiğin bir amil buludu deb onu mu dediğim mesela çünkü Avrupa İttifakı'nın ki komisyonun başlık Ursula degan ayol. Şoň okşaş Amerika tarafdan mı bolsa bunun elbette ehmiyet bilen qarawatydy. Çünkü Tayvan'daki geostrategik orny, roli nayt muhim bu Amerika ve başka garip devletler üçün. Eğer Amerika bu yerdeki özünün gücünü nemesini yokutup koysa tesirini bu yerdeki askeri gücünü olup mu? Hem de bu yer Xitay egerlegendikin hem de Amerika'nın bütün bu yerdeki bazılarını olsun, bu yerdeki menfaat nemeler olsun hem de akıl sürdü hem de. Sürüp Amerika'nın asasen bu Asya Pasifik'ten rayondan heydep çıkarıp yitadigan bir aletki şekillenip kalı. Şoňa Amerika geldi büyük cahangir devlet bölümendeydi ki çokum Tayvan'ın Xitay'dan besilengan alette konumisi qoğdiş gerekçi. Bu ulanınki bir büyük güç buluşununki bir şerterek bu kalgan bir evzellik rolu var. Onun başka bu oylaki özel çip ulaştırıcı nimede mi? Bu dünyanın en çok mühim işleydiğin bir bazı devletike bu muçu. Bu teknolojik özek sanat diye. Hoş. Bu teknolojik talaş tartıştı mı bu bugünkü rekabette mi Amerika'da ötürüz ki bu yerde mi Tayvan'ın oynaydığı rolü nayeti büyük geldi. Bu noktadan etken çağda Tayvan'ın meyli teknolojiye seyahatin olsun, geostratejik aleti olsun, Amerika ve Garip başlıqdaki devletler için nayeti mühim aleti. Xitay bir ucum kılan ekbalası da bu devletlerimi qarab tutmaydı deb oylayman. Endi Xitayning Rossiyani Ukraina kirgandikin aşını bir sınaq nemesini ko'rib baqqan narsasi bo'lishi mumkin, ehtimolligim bo'lishi mumkin. Çünkü Rossiya kirgandikin bir eg'ir patqanligini g'arb davlatlarininki qanda aqida to'g'anliq narsasini ko'rdi bu amaliy narsa bilan, reallik bilan. Ve paralelde Tayvan'ga o'zining kirgan holatda, gerçi Tayvan unda kuchli qarshi turamiz-mi uzun muddat bu yerda Amerika ve onun başlıqdagi g'arb dunyosininki bu Tayvan'ın xavfsizligini özünün ilgilik hukukunu qoğdaşda qarab turmaydiganlik nemesini bunu sanaydigan alet giyetdi. Çünkü Ukrayna bir misal oldu. Bunda alette Xitay'ın oylaşıp qanday şekilde bunu edişninki nemesini bir oylaşı mümkün bulup mu bu Ukrayna uruşdan keyin. Ama yuqori ihtimalligi Xitay aldığımızdaki 5-10 yılda bir sınap küç ma'lum bir yerga borganchig'ida bir kuch sınap beqishi mumkin deb qarayman bu yerga. Hakikaten deganimizdek yani bulup Ukrayna'nınki bütün g'arb dunyosiniki Ukrayna'nın keldimda turishi Xitoyni jiddiy bir harakat qilishdan burun 100 qatim o'ylandirgan plan tuzishga majbur qilgan bir ish bo'lishi mumkin hamda Tayvanning keyinda agarda bütün g'arb dunyosi turib qalsa Xitoy patqoqib ketib qolib chiqolmaydigan bir patqoqqa tushib qolish ehtimoli. Fransiya, Amerika'nın zaten harbiy nemesi batı. Hoş. Angliya evetti 2 tane baraxtını. Hazır Avustraliya mı yaxshi qo'g'daymiz deb nem qo'yadi bu yerda. Hindiston bo'lsin, Yaponiya bo'lsin, bular hammasi ahamiyat beryapti. Masalan, hatta bu Indo-Pasifik nemesiga Gollandiyadek bir kichik davlatmi?
Bu mu bir Indo-Pasifik stratejiyasini qilib, yana Ahmedov to'g'riq chiq so'zlayotdi. Masalan, Germaniya mikilajili bir askeri urush paraxoti avatidiki masalan Tayvan rayoniga chiqib, yana menfaatni emas. Ama uchiq bir davlatni demabdi taklifda. Ama bu yerdagi menfaatlarimizni qo'llash uchun avatimiz da'atdi. Hamma ilaqi urushdan bo'ladigan ilaqi zaratlish nimasi o'sha Indo-Pasifik rayoni Tayvanni asos qilgan holatdagi mushu rayonlarga bir zaratlashish nimasini ko'ryapmiz endi. Xo'sh. Endi bu o't qachon aldığını bilmaymiz endi. To'g'ri. Bir xato qadam bilan inshaalloh cho'ng bir ish chiqar. Hamda haqiqatan bu Li Shangfuninki masalan shu davlat mudofaa ministri bo'lib tayinlangan ekan. Bu yil martda tayinlandi ham degan vazifasiga. Evet. Shundan keyin chet elda qilgan eng kuchli so'z deb deyilyotgandi bu qatimqi so'zni tahdid aralashgan gap. Masalan shu so'zning ichida davomli qoldim yana shu yuqorida deganingizdek G'arb dunyosini ayblab qalayim qanchiqning hammasini chiqarayotgan shu G'arb bu yerga biz asli bu yerdagi rayondagilarning hammasi zo'migarlik qilib shu mishadagi qudrat qo'liq qilib bizni oramizga ixtilof selyapti. Amaliyotda biz bu rayondagi davlatlar ufqi och singillarga o'xshash bir-birimizga shunday yaqin o'timiz bu rayondagilar. Biz o'zimiz bosh-boshqa qilishimiz kerak deyotdi. Buni deyotgan Xitoyning atrofidagi davlatlar qarasangiz hammasi bilan deydi ixtilof bor. Xalqning ta ishini oldig'icha berib, numussizlarcha bu meningki deb oldigan numussiz bir Xitoy oldimizda. Buni xuddamda hammasi bir ittifoq, butun G'arbga tang chiqib qarishtirib masalan bir holat anda bir siyosiy muhit bo'lgan bo'lsa, buni desam biroz bir masxaraga qolmaydi. Amaliyotda butun davlatlar bilan jiddiylab turgan Xitoyninki bu rayonga boshqasi kelmasin. Amaliyotda xalqaro suv masalan deganingizga. Ha. Bu yerda butun jadalni chiqarayotgan hammasi shu G'arbda uningga ittirib qo'yishi bu qanday bir masxaralik bir ahvol hamda G'arb dunyosi bu Xitoyning bu safsatlariga qanday raddiya beryapti masalan degan gaplarga. Endi bu yerda Xitoy o Amerika'nın G'arb dunyosini bir kessin biz o'zimizga yetarlik deyish bilan birga albatta Xitoy bu yerdagi davlatlarninki taraqqiyotiga mablag' solgan, to'kib qo'shgan, vosita bo'lgan u narsalar bor, uni hech kim ko'z yummaydi. Paralelde bularning bu kun kelishimi G'arb dunyosining bir roli bor aslida. Xitoy faqat yaqinqi o'zi kuchlangandan keyin selyotdi. Paralel holda Xitoy selish bilan birga har qanday imperial kuchayganda, yeyilishga boshlagandek bularni o'zining ta'sir doirasini yeyishga ve bu devletlerde siyasi menfaatlerini qo'g'dashga bu rayonlarda ve kuchi yetsa agarda besvilishni qilishdan yanmaydi. Ama bular aslında bir to'qinishlarning chiqishi ve bu devletlarninki eglik huquqi bulardagi askeriy tayyorliklar qandoq degan izchil turda bir sinash nimasi bor. Masalan, beliqchi qiyofatiga kirib olgan chekingan koni askarlar var. Bularni beliqchi qiyofatida Xitoy nurg'un mush charxlarni bosiyadagi davlatlarga bularning gaz yo'l nimalariga beliq tiqilgan bularning dengiz tavalligiga rayonlarga avatish orqali izchil bu davlatlarni teriktirish, mudofaa nimasini tekshirish, uchirish shunga bilan birlikda va bularning iqtisodiy manfaatlik ziyon urishdek nurg'un narsalarni qilib kelyapti. Ama bu devletlerin gerekli holatda o'zini qo'g'dib nima qilyapti, chunki xavfsizlik nimada ular gerçi ticaretde Xitoy bilan qilsimi, ammo xavfsizlikda bular yana ko'pincha davlatlar Amerikaning xavfsizlik yordamiga, askeriy yordamiga ehtiyoji bor. Ammo Xitoy aşağı qilish orqali bularning nimasini chekish va sinash bilan birga paralel holda orollarni yasaganini ko'rdik. Sunniy orollarni yasab, Yaponiya bilan bo'lgan orolchilik, masalan Malayziya, u bu atrofdagi hamma davlatlarga bir gerçi gül-güldek hech qanday masala yo'qdek bo'lgan bilan amaliyotda talash tortish bor bu davlatlar. Bu davlatlarning ipag'an tekshirish nimasida eng cho'ng tehdit deb qaraydigani yana Xitoy ekanmasdan. Xo'sh. Bularning eglik huquqiga, zamin territoriyalik bir butunligiga tehdit olgan devlet kim o degende Xitoy deb qaragan. Chunki Xitoy bu narsani haqiqatan qilyotdi va yildan yilga har xil shaklda nima qilib kuchaytiryotdi bu narsani. Hem texmi kuchlangan Xitoy bundan keyin masalan Amerikaning o'rniga Xitoy
Bugünkidek onda chiroyli şekilde kelmaydi. Albatta bular boshqa bir xil shaklda, boshqa bir xil yuz bilan kelishi mumkin. Bu davlatlar buni albatta anqirishga boshlayotdi, buning tayyorlik nimasiga o'tdi deb qarasak bo'ldi, chunki bu davlatlarningki mayli g'arb dunyosi bo'lsin, mayli sharq Osiyodagi bu davlatlar bo'lsin, Xitoy bo'lgan tonishi, Xitoyningki kuchli va ojiz nuqtalari va Xitoyningki nimalarga ko'ngil bilish nimalarga jiddiyatni ko'ryapmiz masalan. Eng oddiysi masalan Sharq Turkiston masalasiga bu yerdagi davlatlarda bir xil qiziqish va izlanish, tekshirish nimalar kuchlanib kelyapti masalan. Albatta bu Xitoy to'g'riliq Xitoydagi bir tahdid bo'lgan davlatningki kuchini analiz qilish orqali bu yerdagi ojizlik nuqtalarini, bularning masalalarini tepib chiqish orqali bularni bir qarshi tadbirlarni elishga boshlagan nimalarni ko'ryapmiz-ku. Ham g'arb davlatlari ko'pincha nimada menda bir xatolashgan narsa bor. Ko'pincha narsa Xitoyni demokratik diktator bir davlat deb qaraydi, ammo o'zlari harakat qilayotgandek xalqaro munosabat nimasi bo'yicha mushkul shaklda harakat qilib qoladi deydigan bunda bir kutish borligi, expectation deymiz-ku. Xo'sh. Biz bunda qilsak Xitoy bunda qilarmikin deydigan. Amaliyotda buni biz men jiqtaymaylik. Bunda sabiylarcha qarashning nimasini tugutish kerak diyoruz. Chunki Xitoyning siyosiy zihniyati asli g'arb dunyosininki nimasidan farqli, nihoyat cho'ng farqli. Bular qurilgan g'arb dunyosininki xalqaro sistema va bu yerdagi xalqaro munosabatlardagi nazariyaviy bilimlar va bu yerdagi tuzilgan sistemalardan foydalanishning nimasini qilyapti. Ammo hech qachon bu so'zimniki bir ishchi bo'lay deb partisi bo'lay demaklik bo'ladi. Izchil shaklda buni buzish, o'zgartirish, Xitoycha harakat qilish orqali yangi bir modelni shakllantirishga urinyapti. Albatta kuchlangan dunyoning jahongir kuchi bo'lgan bir Xitoy davlati bugünkidek unda og'zi shakar, tili hasal kelmaydi. Albatta. Masalan bugun O'rta Osiyo davlatlari qilyapti. Agarda Amerikaning o'rnini bosgan Xitoy bugünkidek unda chiroyli kelmaydiki va askarlarni selishi va boshqa bir xil shakllarda kelib bu tuproqlarni egallashga tirishishi mumkin. Bunun misali albatta bu yerdagi Sharq Janubiy Osiyodagi davlatlar mayli Hindiston bo'lsin, mayli Yaponlar bo'lsin, Xitoyning bu yomon niyati jahongirlik bo'lish, yeyilish niyatininki va bu niyatni amalga oshirish uchun faqat iqtisodiy taraqqiyot va tijorat emas, askariy vaqt kelgan chog'ida askariy to'qinishlarni, askariy hujumlarni o'sishga oldiganligini ko'rib, tonib yetdi va bunga qarata tayyorlik qilishga boshladi masalan-ku bu davlatlar. Yani bu biz uchun bir yaxshi nim bo'lishi mumkin taraqqiyot. Haqiqatan deb o'tganimizdek bilgan shu bilgan dunyoda hukmron bo'layotgan bu g'arb masalan shu g'arb madaniyati hozirgi demokratiya yoyimizda butun dunyoga, islom dunyosini tortib hammaga hukmron bo'layotgan shu hukmronlik, bu jahongirlik davom qilayotgan mezgilda insoniyatning beshiga kelgan bunchalar qon yosh iqitilgan narsaning haddi hisobi yo'q. Buni yashayotgan bir dunyo bilgan hamda normal azroq aqli va inson Xitoyning nimasi va dunyoga sundigan hamda Xitoydek bir hech bir qimmat qarashi yo'q, butun na oxirat e'tiqodi va yaxshilik yomonlik deydigan. Bundaq bir kuchninki agarda bilganki hozir masalan Amerikaning o'rniga dastlab qolgan bir mezgilda dunyo qandaq bir qo'rqinchli bir nimaga aylanib qolganligini butun nurg'un analizlardan masalan dunyo buni cho'chish kerak, buni o'ylagan vaqtda titrak besish kerak aslida deb qarayotgan bir mesela Amerikalılarniki tamam asker kirgizilgan bilan bularning yumshoq kuchi deymiz. Ha, yumshoq kuchi. Nurg'un narsalar dunyoda egalladi-ku ham har sohada. Amerikaning ishlaydi. Mesela Türkiye'de eng ilg'or universitetlarmi dunyoning eng yuqori saviyadagi mahorat nimasini berish uchun Amerikada ishlab chiqarilgan, Amerikada yozilgan cho'ng maktablarning materiallarini ishlatadi. Ya tarjima qilib ishlatadi, ya o'zbek ishlatib, eng ilg'or texnologiya bilan, eng ilg'or bilim nimalarni o'zining o'quvchilarininki eng yangi bilimlarni yuksak saviyada yetishib chiqishninki asosini soladi. Ammo Xitoyda qo'yay kelmadi. Amerikaning tamoqlari, filmlari, nurg'un narsalar dunyoning nimasida Amerikaning imperial kuchini hamma yerda bor. Ammo Xitoyning undan Kongzining maktabini qildi-yu, bu mag'lub bo'ldi zaten-chi, ishidilnamki. Ammo Xitoydek bir dunyoga kelgan chog'da bu
bunun zihniyeti bugünkidek Amerikalıklar manda şekildeki izleyişimiz Xitayning bu Xitay devletinin Xitay imperial gücününki bu qadimki bu tarihi siyasi zihniyetideki nesli bular bir taraftan güçlənişlə birgə qarşı tərəfni özgü sümürüb yo'qituvchidigan bir xarakterni ko'ramiz. Buni assimilyatsiya qilib ichiga sümürüş bilan. Chunki biz ancha Xitoy bilan qo'shni turgan va nimada to'qinishda va izchil nimada bo'lib kelgan xalq biz buni Sharq Turkistonliklardan yaxshi biladigan bir nima yo'q deb qarayman. Bizning tarixda nurg'un to'qinishlarimiz, urushlarimiz nimamiz bo'lug'liq. Ammo afsuski bu narsa dars chiqaramadik, bu ayrim bir masala. Xo'sh. Demakchi o'g'lim Xitoy imperial kuchi dunyoga hokimdor bo'lgan chaqda, Amerikaning o'rnini bosgan chaqda dunyoning nimasi buningdan tinish olmaydi. Aksincha, texnik to'qinishlar, texnik qalayimqanchiliklarga sabab bo'lish ehtimolligi nihoyat yuqori. To'g'ri deysiz, haqiqatan. Xo'sh, unda olsamda mayli shu rayondagi Xitoyniki bo'lib shu o'tganda 4-yilda masalan Shanxay hamkorlik tashkilotining yig'inlari ichida shu Rossiyaga vardı onun oldida mesela Şanfu. Atraf nayeti ciddi bir keskin şekilde kızgın turvatlam nayet kızık siyasetler. Bu vaziyette dünyanınki elbette Xitaydan nurgun mayli atrafımızdaki hoşun devletler olsun ilgili sohbetimizin biz keng to'xtaldik. Oxirdagi savolim bo'lsin. Bununla hamda bugün mevcut şu faaliyet kılıvatkan sizlerdeki şu siyasi teşkilatlar bunun keyinki davanın yüzülünüşünü kılışqa tegishlik ishlarni Xitoyninki bu xatirini kilovatkan biz nayeti cho'nqur his qilgan ularning beshig'im kilovatkan bu xatarni shu siyosiy muhitdan eng yaxshi shaklda foydalanib qilish davoni qanday elib berish kerak deb qaraysiz bu masalalarda? Özümüzün mənfəətiga qanday aylandırırız bugünkü şəraitdə? Yaxşı sual qoydunuz. Allah razı olsun. Yani bugünkidek bunda yeyilib atqan dünyanın nimiski Cahangir dövlət bulumuz atqan bunda bir Xitay nimisdə bunun küçüyüşkə geçib nurgun dövlətlər bulardan münasibətini küçəyitdi, ticarətini küçəyitdi bilan birgə. Yani nurgun dövlətlər bunun təhdidiga uçurğandikin abay degenimdek Xitayning acizlik və güclük nöqtəni izləvatıdı. Ve izleyişiyle birlikte qaysı noktadan topkanda Xitayning beshini ağrıta alaymiz ve kelgusida Xitoyga qarshi ishlatishimiz mumkin. Ve bular bilan hamkorlik qilaylik deb izlayotgan davlatlar nurg'un bu to'g'riliq nurg'un aql ambarlari olsun, tadqiqot markazlari olsun, davlatning istixborot nimalari olsun, ko'rishish va nimalarni bo'lyotdi, mayli Mo'ng'ullar olsun, Tibetlar olsun, Sharq Turkistonlar olsun ko'rishyotdi. Endi masala bu yerda yana top cho'kilib yana o'zimizga keladi. Xo'sh, xo'sh. Meseleni qaysı noktadan anlatış. Bu faqatlam ki bugün Sharq Turkiston meselesi elbette bu yerdeki Sharq Turkiston'daki Xitoyda energiya nuqtasidan bo'lsin, mudofaa nuqtasidan bo'lsin, xavfsizlik bo'lsin, ekonomik holatdagi tijoriy nuqta bo'lsin. Mayli qaysi nuqtani aytganda bu Xitoy uchun voz kechsa bo'lmaydigan bir zamin. Bu Xitoyning hisobdagi jon tomir bir tuproqqa kelib qoldi masalanchu. Xo'sh, xo'sh. Bunda albatta buning ahamiyati bir tonilish bilan birga bu yerdagi nuqtaning, bu yerdagi masalaninki qaysi xil shakldagi masala aslida-chu. Bu yerda faqatlamki Ahmadni, Samatni akirib ketdi, palonchini tutib ketdi, kampechilib ketdi masala emas. Buningki mushu kampalarning, mushu zulmlarninki, bo'lishninki oxir ko'rinishi ve yıldız sebebi nimu deydiğen bir nesni biz anlatışımız gerek ki ve mesela insan haklarını kütegen teşkilatlar bulsun mu? Bu bundan neyse buluvatı değil ki kırgınçılık ama aslında bunu hali kılışta bütün bu ziddiyetinki bu meseleninki kilip çıkan yıldız sebebini tipişinler gerek ki ve meselenin asli hali kılış çaresini tipişimiz gerek deydiğen bunda bir neyse koyuş gerek hiç bulmagandı. Hoş. Elbette bu meselemiz faqatlam insan hakları meselesi emas. Bizimki zemin, territoriya meselesi var, nurgun yer narsaga taqışıdı. Şu özümüzniki bu coğrafiyalik ahamiyati, coğrafiyamizniki muhimligi tufaylidan xalqarada bizning bu tuproqniki qanday rol o'ynay oladiganligini anglatish, tushuntirish, bu Sharq Turkistonda bir mustaqil davlat qurilsa,
dunyoning tinchligiga, taraqqiyotiga, xavfsizligiga qandaq töhfə qoşa alaydiganligi. Və Xitoydagi bir imperial kengaymichi kuchninki bunun kengaymichlik siyosatini qanday tormozlay oladiganligini buni o'tirg'a qo'yishi kerak siyosatchilar ko'rishgan chog'da akademiklar bu to'g'riliq so'zlayotdi va nima qilyapti yozish narsalar bo'lyapti uchun bu qo'yilgandan keyin bu yana biz tarafdan qo'yilishi kerak. Yani karşı taraf qo'yib emas kerak, o'zimiz qo'yib biz manda ahamiyatimiz var. Biz mandaq şekilde harakat qilamiz, manda narsa bo'lsa deb yana berib buni deydim, siyosiy tilamchilik emas, siyosat qilishimiz kerak deydigan. Yani özümüzün özelliği bizim kolumuzdaki kuzurlarının bu imtiyazlardan, bu neslerden faydalanıp meselemizi hal kılışka itişimiz gerek. Hoş. Çünkü bu yerde elbette Şərq Türkistan tarixten bir yan çoğun güçlerindeki oturuşki tokunuşkan ve erişini halaydıgan bir teritoriya bu keleylik. Bugün nurgun cihetlerden ehmiyetliğe ve mühim bir tüprak hukukatı ve bağın sıra mühim buluvatıdır. Hoş. Bunu elbette Xitayning dunyoga kengayishini, dunyoning imperial kuchi bo'lishini xohlamaydigan davlatlar va kimisi kuchlar elbette bu kuzurni o'ynashni va Xitoyga qarshi ishlatishni xohlaydi, ammo biz u kuzurning nimasi bo'lib qiladigan hamkorlashimiz deb o'zimizningki siyosiy nishonidan adashib ketishga va siyosiy mansubiyatimizni yo'qotib qo'yishga bo'lmaydi. Ya'ni bu menga yordam qildi deb o'zimizning yetmoqchi bo'lgan nishonidan ezip kessek olmaydı. Elbette bizim özümüzdeki gaye, nişanını saklagan ve siyasi mevcudiyetimizni ve mensubiyetimizni saklagan asasda hareket kılıp özümüzün yetilgan nişanına yetişimiz gerek. Çünkü bu yerde bir zaten iki çoğun kişinin otursa dokunuş var ki bu toprak bu ikisinin oturuşki kişinin talaş tartışta el kılıç bir rol oynap kılış ihtimalına ait yok. Şuna biz bu özellikimizden işiltişimiz gerek ve faydalanıp özümüzün gayemizga, nişan maqsadimizga yetişimiz gerek demek ki. Hoş. Köpten köp rahmet. Onda olsa müşahede hazır zihnim siz cevap beriyotgan vaqtda şu suallar geldi. En negizlik bir sualni so'rayman olsa. Herkes mi bir tashkilotni yoki birasini ayıplash nuqtasini so'rmayapman. Siz bilgan shu yillardan buyon da'vo qilyapmiz. Nurg'un devletlerde teşkilatlar, har xil teşkilatlar vatan davası o bu deb da'vo qilyapti. Siz bugungi xalqaro vaziyatning yetgan bu nuqtasida siz yuqorida degan narsalarni o'ttirib qo'ygan tashkilot, bir sistemalik bir o'ttirib qo'ygan tashkilot bormi? Yo'q bo'lsa nimishqi yo'q yoki sizlar qo'ydinglarmi masalan sizlar xalqaro Şərq Türkistan tashkilotlar birlik bo'lib suptinglar bilan dunyoga bera oladigan bir narsalar bormi yoki hamma teşkilatlar şu insan hakları o bu deplam uşak işler bilen yürüyorlar. Elbette hemen teşkilatınki özünki nişan gayesi, hep beriyotgan nemisi, faaliyetleri, yakum siyaseti buludu. Tayyorlığı buludu, bunun kısa ve uzun mezgillik nemisi buludu. Ama bugünkü kadar bu narsa nima uchun qilinmadi degan chog'da buni endi teşkilatlarga akilib uraverishning nimasi yo'q. Asli qilinib bo'lish kerakdi, ammo qilinmabdi endi buning uchun. Bu qilinib bugunga tayyor bo'lib bo'lishi kerakdi. Ammo bo'lunmagandan keyin, ammo bu qilinmabdi deb buning bilan to'qinishning, qo'lashning o'rniga buningdan keyin ma'lum siyosatlarimizda bu xil afzallik, bu xil sharoitlar va bizningki siyosiy zihniyatimizni o'zgartirish, ya'ni tashkilotchilikdan davlatchilikka o'tish ve devlet zihniyeti bilen abay degandek nişan gayemizga yetilgan başkuçluk işlerini siyasetlerini ep berişimiz gerek. Ama yine burunqidek şu küçük teşkilatçılık oyunlarını oynaydigan şu narsalarni öteyiversek bizning bu taqdirimizni boshqalar bizga pichib tortlarni bizga kiygizib bizning nemimiz yine burunqidek qatimqi yine qolgan ikki qatimliq mustamlikadan farqimiz bo'lmaydi. Ama aql idrokimizni, nemimizni zihnimizni işletiş orqali farosatimizni bundan keyingi qilayotgan ishlarimizda tashkiliy nizomimizni, tashkiliy qurilmamizni, tashkiliy ichidagi kuch, ya'ni odam kuchimizni beyitish, kuchlantirish orqali bu siyosatni qila oladigan va qiladigan narsaga opirishimiz kerak.
ve bunu kılışımız gerek. Ama onu qanday qiladi, onun təfsilatıga men bugun kirmayman, chunki bu tashkilot nimasi ichidagi yepiq xizmatlarga kiradi. Amma bu narsani Sharq Turkistonning mustaqillik kurashida rol o'ynashni xohlaydigan tashkilotlar albatta bundan bu qadamni bosmasa, ya'ni burunqi shu tashkilotchilikning kichiklik tipdagi namoyish bu narsalar bilan mashg'ul bo'lib o'tib ketib qolsa, bu fursatlarni qo'ldan berib qo'yamiz, ammo biz coğrafiyalik ahamiyeti, zaminimizdeki coğrafiyalik ve ahamiyetinden faydalanıp, bugünkü güçlerin tokunuştaki o'ttizki raqobat ve raqiblik münasebetindeki güçlerin tokunuşundan faydalanıp, özümüzün meselesini doğru qo'yalishimiz ve doğru işletip, g'oya maqsadimizga yetishga harakat qilishimiz kerak. İnşallah, inşallah. Bunun tafsiloti qaysi xil shaklda qildi, qanday qildi, bunda to'g'risida albatta tashkilot o'zininki imkoniyat, sharoit va nimalar qarta qaror chiqarib qildi deb qarayman. Ko'pdan ko'p rahmat. İnşallah. Sizga ham ko'p rahmat. Yani albatta yani ayrım bir suhbat qilishimiz kerak. İnşallah ümid qilamanki kelar qatimqi yoki undan keyingi bir suhbatlarimizda bizning bugungi dunyo vaziyatida dunyoga sizlar bilan necha qatim ismida bor suhbat qilgan vaqtimizda biz dunyoga o'tirg'a qo'ya oladigan, hech kimni cho'chitmaydigan, hech kimni bizni ansirab ketmaydigan, bizga o'zimizga bir kimligimizni bir aniq bir ro'shan shaklda biz ma'vu, biz huquqqa kelsak, biz qursak, mana qilamiz deb dunyoga suna oladigan bir narsamiz bo'lishimiz kerak dedi odam. İnşallah. Buni jiq so'rab ketdi, men ko'rishgan nimadan. Xo'sh. Masalan, siz qanday shaklda davlat qurishlar deb. Bunun burunqi nurg'un odamlardan so'ragan intervyularni angladik, ko'rdik nimada. Jiq vaqtlarda bergan javoblar nihoyatda xato. Men bir siyosat kasbida o'qigan, xalqaro munosabat o'qigan kasbdan odam bilishdan shaxsan men jiq odamlarning nimasini to'g'ri ko'rmadim. Masalan, bundan 10 necha yil burun bir shu vakil xarakterlik bir odamdan so'raganda, siz qanday shakldagi davlatni qurishlar degan chog'da uni mening xalqim javob berdi deb o'tib ketdi. Albatta xalqimizning ovozi bilan bo'ladi. Ammo bir millatga yetakchi bo'layotgan bir odamda bir siyosiy vizyon bo'lish kerak. Bizning davlatimiz manda bo'ldi deb deydi, bu g'arbning siyosiy o'lchimida o liderga qo'ygan narsa, shu maydonga qo'ygan narsa noldan birini qo'ydi. Buning vizyonsiz bir lider ekan deb. Albatta. Endi bu narsalarni yana ayrim qaranglasak texim yaxshi bo'ldi, chunki bundan burunqi boshqa davlatlarning qurgan va davlat qurish nimasida g'alaba qilgan va mag'lub bo'lgan davlatlarningki davlat qurish shaklida ishlatgan so'zlari, bularning davlat nimasi va bizningki qo'ygan ayni vaqtdagi tarixdagi narsalarimiz va kelgusida biz nimalarga diqqat qilishimiz kerak degan temada qilsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Yaxshi bir programma ichilish bo'ldi deb o'ylayman. Hatto boshqa nimalarni taklif qilsak, fikrdagi qarindoshlar bo'lishchi. To'g'ri. Yaxshi inşallah. Bak muhim temachi bu. İnşallah yuqorqi javobingizdan bilgan aniq bir shunday bir siyosiy programmasi bor. Dunyoga bir aniq qo'ya oladigan bir tashkilotning aylig'icha yo'q ekanligini tushundim men. Hamda burunqini ko'chilmay biz yangidan qo'yishimiz kerak dedingiz. İnşallah eng tez fursatda qilinish kerak bo'lgan masala. Biz mana bizning kimligimiz bu deb bunda. Aslida bir umumiy milliy mafkuranimizni yaratishga tirishgan bir tirishchanlik bor. Buni men Uyg'ur tadqiqot institutidagi chig'imda Erkin Akram doktor Erkin Akramning boshchiligida bir